Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana hasblarimizni boshladik. Asaka choyxonasida tog' go'shtli hasib, mol go'shtli hasib, dumbalar solingan. Kelaverasizlar aziz obunachilar. Pishirishni boshladik. Mana aziz obunachilar, o'rik o'tinlarda pishiryapmiz. Xudo xolasa inshaalloh tandir qiziydi dedi. Mana o'rik o'tinlarda qilyapmiz. 5 voq o'rik o'tin ketadi aziz obunachilar. Go'zal va betakror bo'lib pishadi. O'rik o'tinda Xudo xolasa inshaalloh tovuq hasib, mol go'shtli hasib dumbalar solingan, qo'chqor dumbalari. Mana aziz obunachilar, o'rik o'tinimiz yoyapti. Mana aziz obunachilar, tovuq hasiblarimiz. Mana go'sht hasiblarimiz Xudo xolasa inshaalloh go'zal va betakror bo'lib pishadi aziz obunachilar. Mana Xudo xolasa inshaalloh bismillahirrohmanirrohim pishadi. Hasiblarimiz hozir pishadi. Kimga necha kilo kerak? Aziz obunachilar, tandirlarimiz ham qizidi. Mana cho'qlarimiz hali ham yo'yapti. Xudo xolasa inshaalloh shirin bo'lib pishadi aziz obunachilar. Duo qilib turinglar. Aziz obunachilar, hozir bekitamiz. Xudo xolasa inshaalloh go'zal va betakror bo'lib pishadi. Mana aziz obunachilar, bekitdik tandirni. Xudo xolasa inshaalloh hozir pishadi. Kecha turib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz obunachilar, hasblarimiz pishdi. Mana aziz obunachilar, mol hasbimiz pishdi. Go'zal va betakror bo'lib mana siqib qizil bo'lib, zo'r bo'lib pishdi. Hozir tandirdan chiqdi. Kimga necha kilo kerak kelaveringlar. Mana mol hasbimiz Allohga shukr pishdi. Mana tovuq hasblarimiz go'zal va betakror bo'lib pishdi. Mana aziz obunachilar, rosa go'zal bo'lib pishdi. Tutunlari chiqyapti mana. Ko'rsanglar, mana qaynaqqina bo'lib chiqyapti tutunlari. Mana aziz obunachilar, bulyonlarimiz ham go'zal va betakror bo'lib pishdi. Mana rosa shirin bo'lib pishdi bulyonlarimiz ham. Obunachilar, cho'qimiz hali ham turibdi tandirda mana.